Ayollarni tovuq miya deyish askar erkaklar ichida tarqalgan so'zlardandir. Rostdan ham ayollarni aqli noqisdir. Ayollar aslida erkaklar bilan aqlda teng, ammo hissiyotda kuchli. Aynan o'sha hissiy kuchlilik zaiflikni ham, noqislikni ham keltirib chiqaradi. Faqat ayol kishi haqiqatni bilib turib yolg'onlaringizga ishonadi. Faqat ayol kishi unga xiyonat qilinsa qaytib kechiradi. Faqat ayol kishi uni xo'rlasalar chidaydi. Faqat ayol kishi alamini hech kimdan ola olmay xun-xun yig'laydi. Bularga rozi bo'lish uchun aql noqis bo'lish kerak. 20 yil xizmatni qilib, sen nima ham qilganding degan gapni eshitish uchun aql noqis bo'lish kerak. 9 oy bag'rida ko'tarib yurib, sizni aqlingiz nimaga ham yetardi deb farzandidan shu gapni eshitish uchun aql noqis bo'lish kerak. Ichib chekib kamiga urgandi yana qaytib sevaman deyish uchun aql noqis bo'lish kerak.